Assalomu alaykum barchaga. Burchaklar ikkinchi test tahlilini ko'ramiz. Qani boshladik. Birinchi misolda alfa 20 gradus bo'ladigan bo'lsa, alfani toping debdi. Bu qo'shni burchaklar edi. To'g'rimi Abdullo? Qo'shni burchaklar yig'indisi nimaga teng edi? Alfa plus 20 180 gradusga teng edi. Demak, alfani topish uchun 180 dan 20 ni ayiramiz. Siz ham ayiring. Necha chiqadi? 160 gradus chiqar ekan mana. Ikkinchisi ham aynan o'sha qo'shni burchaklarga oid misol. Alfa bilan mana 2 alfa minus 15 ni qo'shsak, 2 alfa minus 15 ni qo'shadigan bo'lsak, necha bo'ladi? Bu 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Bundan 3 alfa degani 180 ga 15 ni qo'shsak 195 bo'ladi. Ana alfani topish uchun 195 ni 3 ga bo'lsak 65 gradus ekan. 65 gradus ekan. Tushundinglar? Davom etamiz. Abdullo tushundingmi? Ketdik. Uchinchi misolimiz alfa bilan 30 ni eslaringizda bo'lsa, mana bu 90 bo'ladigan bo'lsa, jami qo'shsak 90 u. Bularni to'ldiruvchi burchak degan biza. Alfaga 30 ni qo'shadirgan bo'lsak, qo'shadirgan bo'lsak bu 90 gradus chiqishi kerak. 90 dan 30 ni ayirsak necha bo'ladi? Necha bo'ladi? 60 mi? Tushunarli? Zo'ra. Ketdik. Keyingisi. Endi mana bu belgi nima edi Abdullo? Ikkalasi ham teng edi. Ya'ni bisektriisa edi bu. BOD uchburchak uchun bisektriisa. Ya'ni bu ham 40 bo'ladi. Bu 40 bo'lsa, jami necha bo'lardi? Alfa 40 va 40 ni qo'shsam, jami 180 ni berish kerak. Bundan alfani topsak, 180 dan 80 ni ayiramiz. 100 gradus ekan. Tamam. O'rgandingizda? Undan keyingisi. Buni ichki almashinuvchi burchaklar deganmiz, a? Ichki almashinuvchi burchaklar o'zaro teng bo'ladi. Shunda alfamiz 70 gradusga teng bo'ladi. Bu qachon bajariladi? Qachonki mana bu D1 bilan D2 bor-ku, o'sha parallel bo'lsa-da. Qolgan paytda bajarilmaydi. Yana ikkita chiziq bo'lib shunaqa burchaklarni ko'rib qolsang teng deb ketma. Faqatgina mana bunaqa D1 bilan D2 ni parallel desagina bajariladi. Bu hamma misolimizda ular parallel. Tushundingizmi? E'tiborli bo'ling. Endi mana bu yerda D1 bilan D2 ni parallel. Abdullo demak alfa nechaga teng? Alfa bilan 40 o'zaro teng bo'ladi. Bular ichki almashinuvchi burchaklar hisoblanadi. Ana alfa 40 bo'ldi, tamom. Tamom. Endi bunisida mana bu belgi nima edi? Ikkalasi ham teng. Agar buni alfa desam, bu ham alfa bo'larmidi? Tamom. Endi mendan nimani so'rayapti? O'sha bittasini so'rayapti. Alfani so'rayapti. Alfani toping demoqchi bo'lyapman. Uning uchun nima qilamiz? Endi mana bu 80 bilan общийsi teng bo'ladi dedikmi? Chunki bular vertikal burchaklar. Vertikal debman, kechiraman. Ichki almashinuvchi burchaklar. 2 alfa teng 80. Bundan alfa 82 ga bo'lsak 40 gradus bo'ladi. Tamom. Endi bularning ismi nima edi? Mos burchaklar. Mos burchaklar. Bu yerda ham mana bu ikkalasi parallel bo'lsagina aytiladi va ularni qo'shsak, alfa plus 55 ni qo'shadigan bo'lsak, bu 180 gradusga teng bo'ladi. Tamom, eslab qoling. Siz ham eslab qoling har bitta holatni. Alfa teng necha bo'ladi? 180 ni 55 ni ayirsak 115 mi? Yo 25 a? 25 mi? 125. 125 ga 55 ni qo'shsak 180 chiqadi shunda. Tamom. Keyingisida bu ham xuddi shu, faqatgina bu tarafga qarab qolibdi. Muammosi yo'q. 40 ga mana bu alfani qo'shsak nima berar ekan? 180 ni berar ekan. Chunki bular mos burchaklar hisoblanadi. Muhammad amin tushundingmi? Senchi Islomxon? Okey. Endi bundan alfani topadigan bo'lsak, 180 dan 40 ayirsak, alfani 140 ekanligini topishimiz mumkin. Tamom. Keyingi Abdullo nima qilamiz? Keyingisida yana o'sha gap. 2x plus 10 ga 3x minus mana. 2x plus 10 ga 3x minus 20 ni qo'shsak necha bo'ladi? 180 chiqadi. Okey, endi bu 5x teng bo'ladi nechiga? Minus 10 bo'lsa, bu yoqqa plus o'tdi. Qarang, 10 dan 20 ni ayirdim minus 10. Bu yoqqa plus o'tsa, 180 ga 10 ni qo'shsam 190 bo'ladi. Bundan x ni topadigan bo'lsam, 190 ni 5 ga bo'laman. Bu necha edi? 38 gradus ekan demak. Bizga mana shu x ni toping degan. Demak u 38 gradus ekan. Tamom. 11 dachi? 11 da endi mana bu bir tomonlama burchaklar deyiladi. Va bular har doim bir tomonlama burchaklar. Nima bo'ladi? Teng bo'ladi. 3x minus 20 ni 70 ga tenglayman. Bundan 3x necha chiqadi? 90 da. Mana bu 20 yoqqa plus o'tadi-ku. 93 ga bo'lsak 30 gradus ekan deymiz. Tamom. Xo'sh, endi 12-misol. 12 ham xuddi shunaqa. Demak, mana bu 130 bilan alfa nimaga teng? 1 ga teng.
Alfa 130. Og'zaki даже. Okey? Tamam. Voy jim. 13. Abdulla nima qilamiz? 100 bilan endi pastga o'girilib qoldi. Boyagi narsa. Demak, mana bu alfa bilan 100 o'zaro nima bo'ladi? Teng. Osonmi kitobdagi misollar? Ha? Sekin-sekin qiyinlashadi lekin. Haligi 3 ta bo'lsa nechiga teng bo'lardi? Isbotlagandik. 360 bu esingda. 150 qo'shamiz 100 qo'shamiz alfa bu 360 chiqishi kerak mana. Demak, alfamiz mana 150 ga 100 ni qo'shsak 250. 360 ni 250 ni ayiramiz. Alfa necha bo'ladi? 110 gradus bo'ladi. Tamam. Endi bu yoqdachi? Bu yoqda ham xuddi shunaqa uchalasini qo'shadigan bo'lsak, 2x qo'shamiz mana 3x qo'shamiz x plus 24 teng bo'ladi nimaga? 360 ga teng bo'ladi. Bundan 6x mi? 6x teng. Keyin mana shu zo'r usulni o'rgataman. 24 teng 360 ha? Hammasini shu yerda 6 ga bo'lib o'ramiz. Shu qulayroq menga. Plus 4 teng buni 6 ga bo'lsak 60 mi? Hisob kitob osonroq bo'ladi. 60 dan 4 ayirsak 50 6 gradus chiqadi. Tamam, o'rgandingizlar? Okey, oxirgisi nima qilamiz? Bundoq qilamiz, buni davom ettiramiz. Davom ettirsak, 75 ni qo'shnisi kim edi? To'xtanglar. Mana bu yerda x topdik-a biz 56 ligini. Bizdan nimani so'ragan? Bizdan BCD burchagini, mana. BCD. Demak, bu necha? 3x so'ragan. Shuning uchun buni 3 ga ko'paytirib qo'yamiz. 3 kare 56 3 kare 6 18 15 168 gradus ekan. Tushunarli? Keyingisi 75 ni qo'shnisi necha bo'ladi? 75 ayiramiz. 105 bo'ladi. To'g'ri. 105 alfa 35 qo'shsak necha bo'ladi dedik hozir? 135 alfa va 105 ni qo'shsak bu 360 chiqishi kerak. Demak, alfamiz nechiga teng bo'ladi? 360 ayiramiz. 240 mi bu? 240 ayir. Tez ayir. 120 gradus. Nima qitirilyapti? Xolos-ku. Yechimlar sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, bizga podpisatsiya qiling. Nima edi? Kommentariy yozing, like ham bosing. Okay.